Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun ham sizlarga ma'lum xushxabarni, yangilikni yetkazish maqsadida video murojaat yo'llamoqdamiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, bugungi kunga qadar institutimiz dunyoning ko'plab davlatlaridagi oliy ta'lim muassasalari bilan ham hamkorlik shartnomalari, memorandumlari imzolagan va ularga muvofiq bir guruh professor o'qituvchilarimiz va talabalarimiz u yerda amaliyot o'tash, tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'lib kelmoqdalar. Mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz, yaqinda Yaponiyaning Niigata universitetida amaliyot o'tash uchun 2 nafar talabamiz yo'llanmani qo'lga kiritdi va bu yilning yoz oyida ular u yerda amaliyot o'tash uchun jo'nab ketadilar. Bugungi xushxabarimiz, yangiligimiz ham shundan iboratki, institutimiz va Xitoyning Chongqing tibbiyot kolleji o'rtasida imzolangan hamkorlik dasturi shartnomasiga asosan u yerda talabalarimiz amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Albatta bu dastur doirasida e'lon qilinadigan tanlovda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi bosqich talabalarimiz ishtirok etishlari mumkin. Ular esa institutimizning ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limiga 22 may sanasiga qadar hujjatlarini taqdim etishlari talab etiladi va hujjatlarni taqdim etilgandan so'ng ma'lum bosqichlardan kriteriyalar asosida saralab olinadi va saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan 15 nafar talaba joriy yilning yoz oyida Xitoyning Chongqing tibbiyot kollejida amaliyot o'tash uchun u yerga jo'nab ketadilar. Albatta u yerda amaliyot o'tash jarayonidagi barcha xarajatlar institutimiz tomonidan qoplab beriladi. Ushbu imkoniyatdan qo'ldan boy bermang, o'zingizni namoyon qiling hamda Xitoyning Chongqing tibbiyot kollejida amaliyot o'tash uchun albatta barcha imkoniyatlaringizni ishga soling. Barchangizga omad tilaymiz.